hurmatli obunachilar, salomlar deb Marlon Shahar agrotexnikamiz yana yangi videolar olyapmiz. Qish mavsumiga kelgani uchun ko'pchilik joyda svetlar o'chadi. Shuning uchun divizoylar narxini ancha arzon narxga tushirib qo'ydik. Uy uchun, masalan, do'konlar uchun divizoylarda hozir bizda mavjud ekan. Hozir buni hammasini narxlarni tanishtirib o'tamiz. O'zi o'chib, o'zi yonadigan divizoylargacha mavjud ekan. Video oxirigacha ko'rsalaring. Ancha bonusli narxlarda qilib qo'yganmiz ekan. Birinchi o'rinda mana ko'rishingiz mumkin. Osaka degan divizoyimiz ekan, 3,5 kilovatli bo'ladi. Statorga o't oladi, stator va rushnoyga ham o't oladi ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Akkumulyatori bor, o'zini o'zi zaryad qiladi. Motorlar 170 bo'ladi. Bu dirkalarga yozib qo'ygan. Admotkalar misli bo'ladi akalar. Narxi akalar qancha o'kam deydiganlar uchun narxi $300. Albatta kami bor akalar. Dastavkalari vodiy bo'ylab tekin holatda qilib beramiz akalar. Keyingisi 5,5 kilovatli, 6,5 kilovatli yozilgan, lekin 5,5 kilovatli bo'lgan Lerabus, ya'ni Airbus firmasiniki bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 5,5 kilovat toza chiqarib beradi akalar tokni. Motorlar 190 bo'ladi, statorga o't oladi. Ikkitalik o'zini ulanadigan joylarigacha bor. Zashtalari ham mavjud, ya'ni oshiqcha nagruska bo'lsa o'zi tashlab yuboradi. Motorlar kuyib qolmaydi shunda, admotkalari ham. Admotkalar toza misli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana shu admotkasi bo'ladi. Admotkasi qancha qalin bo'lsa akalar, tokni yaxshi chiqarib beradi. Motorlar 190 aytib o'tganimdek, bu ham stator ham rushnoy o't oladi akalar. Narxi akalar $450, albatta kami bor. Buni narxi ham xuddi shunda, bu ham 5,5 kilovatli. Buni afzal tomoni ATS ulansa bo'ladi akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana bunday shit ulasa bo'ladi. Bu elektr ulab bergandan keyin to'kilaring, svetlaring o'chib qolganda avtomatik yoqib beradi divizoyda. Sizlar bunga qo'l tegishlaring shart emas. O'zi avtomatik yoqib, to'kilarga ulab beradi akalar. Mana shu joyi bor akalar bunda. Buni ham narxi xuddi $450. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin bunda ham. Motorlar 190, admotkalar mana. Admotkalari ancha qalin, 15 sm, 16 sm admotkalardan o'ralgan bo'ladi. Keyingi divizoyimiz narxi $500. Oldindan aytib o'taman. Bu ham 5,5 kilovatli. Buni ustun tomoni 220 ni katta to'ki ham ulasa bo'ladi. Keyin bunda ham mana ko'rishingiz mumkin. Statorga o't oladi. O'z datchiklari bor, to'k ko'rsatib beradigan akalar. Mana bu yerdan akkumulyatorlar zaryadga qilsa bo'ladi akalar. Akkumulyatorlar ham katta akkumulyatordan qilib joylangan. Admotkalar ko'rishingiz mumkin. 18 santimetrli katta admotkadan bo'ladi. Admotkasi qancha katta bo'lsa akalar, divizoy shuncha yaxshi tok chiqarib beradi. Bunda ham motorlar 190 akalar, ko'rishingiz mumkin. 190 motordan bo'ladi akalar. Ustki ko'rinishi ham ancha ixcham qilib ishlangan bo'ladi. Buni komplekt ATS bo'lmaydi. Bunga ATS ulanmaydi akalar. Oldindan aytib o'taman. Bu ham stator, ham rushnoy zavodit bo'ladi. Ikkovi bir xil narxda akalar. Keyingisi 6,5 kilovatli Subtesh firmasiniki akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bunga ATS ulanadi. Mana ATS bunga ulanadi. Mana tepasiga ATS. Hozir ichini ochib ko'rsatamiz akalar. Mana shunday kabellari bo'ladi. O'zini elektriklar ulab beradigan joylari bo'ladi. Kabellarni ulasalar ham bo'ladi. Oddiy ulanadigan kabel bo'ladi akalar bu. Mana shu yerdan bu tomonga ulasa bo'ladi akalar. Ya'ni o'z avtomatik yonib, u avtomatik o'chadi. Narxi qancha o'kam deydiganlar uchun narxi $550, 6,5 kilovat. Keyingisi akalar $650 ga 7,5 kilovat toza 220 tok chiqarib beradi. Toza 7,5 kilovat chiqarib beradi akalar. Motorlar 192, eng katta motordan qilib joylangan. Bunda ham ATSlar mavjud, ko'rishingiz mumkin. Buni $700 ga ATS ichida holatda qilib beramiz akalar. Bu ATS o'zi $120 sotiladi akalar. Bunda ham shu ATS bo'lsa bo'ladi. Kimga xuddi shunday divizoylar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlar 90 kodi bilan 851 68 84 akalar. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat akalar. Keyin akalar obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Akalar biz 815 obunachida to'xtab qoldik. Videolar yaxshi ko'rilyapti, layklar bosilmayapti, obunalar bosilmayapti akalar. Obuna, layk, komment bosib keladigan akalarimiz uchun ancha skidka narxlarda qilib beramiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat.